Arzon Chorvon obunachilar uchun o'ta go'zallaridan, libitillaridan, asallaridan ham kelib qo'yganmiz. Bittadan like bosib, videoni orqacha kuzatib, Xudo xolasa o'ta arzon bo'ladi. Assalomu alaykum. Arzon Chorvon ashaddiy obunachilar, Xudo xolasa Namangan To'raqo'rg'on saroyida Muhammad Rizo do'stimizning molxonalariga kelganmiz. Sorti, rangi, ideallaridan ham kelib qo'ygan ekanlar. Xudo xolasa mayda so'ragan obunachilarimizga maydalardan, novos so'ragan obunachilarimizga novos yozdi, har turidan ham kelib qo'ygan ekanlar. Namangan To'raqo'rg'on saroyida 2026-yil 20-iyun haftani dushanba kunida video obzorlarimiz bo'lyapti. Bo'ylari, ma'lumotlari, yeb ichishlari, qaysi sibga borliqlarini Muhammad Rizo do'stimizdan so'raymiz. Assalomu alaykum. Muhammad Rizomiz yaxshimi? Assalomu alaykum obunachilar. Sizlar obunachilar sizlar uchun o'ta go'zallarni ham kelib qo'yganmiz. Arzon qilib beraman demmi? Arzon qilib beraman, Xudo xolasa. Xudo xolasa qaysilardan boshlaymiz? Mashlardan boshlaymiz. 7 tasini bitta savdo qo'ydim. Bo'ldi, ko'rsatib davom etamiz. Birinchisiga Xudo xolasa qop-qorasidan so'ragan obunachilarimizga Angus variantida, ostlari ideal variantidan sigir qilib olaman degan obunachilarimizga sigirga ham Xudo xolasa bo'laveradi. Orqa korobkalari ham ideal holatda. Keyingisiga haqiqiy molda libitilini ko'rsatamiz. Birinchisiga bu. Birinchisi. Ikkinchisiga Xudo xolasa obunachilar. Uchinchisiga Qashqasidan, Xudo xolasa Simentalga gibrid originaldan so'ragan obunachilarimizga Ferminli variantida. Quloqlardan tamg'alarini ham bir ko'rsatib o'tamiz. 40-64 054. Xudo xolasa 4-chisiga, bu 5-chisiga qop-qorasidan. 6-chisiga. Xudo xolasa Qashqa variantidan. 7-chisiga Simentalga gibrid. Mana korobkalarni bitta ko'rsatib qo'yaylik obunachilarimizga. Xudo xolasa orqa korobkalari ideal variantida. Ostlarini so'ragan obunachilarimiz hammasi ostlari ideal variantida mana. Hammasi zo'r. To'rttasi to'rt yerda, to'rtta operatam Xudo xolasa ishlayveradi. Mana Simentalga gibridda ham Xudo xolasa zo'r ekan. Mana qaranglar, obunachilar ostlari ham haqiqiy zo'ridan ekan. Mana qaranglar, mashallah. Keyingisiga. Qo'shlar bularni 6 oy boqsa, Xudo xolasa o'ta go'zallari bo'ladi. Bitta qochirib qo'ysa, Xudo xolasa obunachilar mana qaranglar, mashallah. bitta qochirib qo'ysa, Xudo xolasa. Bugunga Xudo xolasa soni nechi bosh? Sonimi? Ha, 10 bosh. 10 bosh. Ha. 9 bosh bo'lajin, 1 bosh novvoz. Bir bosh novvoz. Mana shu 7 tani bir savdoga aytasanmi? 7 tasini bir savdo qo'ydim. Bo'ylari? Bo'ylari oshlar 90 plyusdan olishadi. 90 plyusdan olishaveradi, Xudo xolasa. Qaysi sipkasi bor? Dasturkasi poytaxt bo'ylab yetkazib beramiz. Tashkilgacha narxi? Narx hoshdan qimmat narx qo'ymayman. Bo'ldi. 7 tasini bitta optimga aytyapmanmi? 10 million so'mdan olishim bor-baraga. 9 million 900 ming so'mdan bor-baraga. Bor-baraga. Obunachilar 9 million 900 ming so'mdan 99 million bo'lar ekan, Xudo xolasa. 99 million. 99 million so'm puli bor odam aloqaga chiqib, like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa bitta ikkita obunachilarimizga ham sotaverasan, bir dona. Yakkalakka, dukkalakka ham sotaveraman. Xudo xolasa 10 kishiga ham bitta sotaverasan. 10 kishiga ham bitta sotilaveradi. Bo'ldi, Xudo xolasa o'zing chiqarib bersang, nech puldan chiqarib berasan? O'zim chiqarib bersam 9,5 million chiqarib. O'zlari chiqarib olsa. O'zlari chiqarib olsa, tilla olsa 10 million 500 ming so'm. Bo'ldi, keyingilariga pul arzondan so'ragan obunachilarimiz. Mana qarang, mashallah, haqiqiy go'zallaridan ekan. Bular bo'ylari 80 aqbaga kelaveradi. 75 plyusga olsa. Emadimi molda? Emadi ham yeb ichishiga garantiya berilmaydi. Lekin emadi. Emadi. Ozma sashaga yeydi lekin. Ha, kepa helab turadi. Ha. Xudo xolasa Toshkentda sipkasi bu ikkalasini ham. Ha, Toshkentda sipkasi bor. Narxini nech pul qilib berasan? Qo'shlar bilan narxini osmonda narxni aytinglar, orqa kirib kelar yaxshi ekan. Ha, ideal variantdagi. Qimmat narx aytilmaydi oshlar. Bo'ldi. O'g'lan chupiga 10 million so'mdan qo'ydim. Ha. 2 million kamidan berishsa, sotdim 8 milliondan a? Ha. 7 million 900 mingdan bo'ladi. 2 million kami, 9 million 900 ming so'mdan bo'ldi. 7 million 700 mingdan pul berishar, bor baraka. Bor baraka. Obunachilar 7 million 700 ming so'mdan aloqaga chiqib, like bosib qo'yasizlar. Tilla olishda 8 milliondan tilla olishaveradi. Ha, 8 million so'mdan tilla olishadi. Xudo xolasa obunachilar sandiqda saqlab yurgan Muhammad Rizoning bitta novosiyasi bor ekan. Xudo xolasa o'zi tarbiyalab yurgan. Orqa korobkalari ham Xudo xolasa zo'r ekan. Obunachilar mana qaranglar.
Xudo xolasa buni ikkalasini olib boqsalaring, xudo xolasa naslga ham zo'r bo'ladi. Shuaqa ozmoz bor ekan, hali chiqavermagan ekan. O'g'ilni bor. Ha. 1,5 oyoq bag'i buzov. Imadi xudo xolasa bu ham. Ha, bu ham imadi. Bo'ldi. Qayerda dastlabkasi bor? Buni dastavkalari olsin, vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Hop, undan oyog'i kelishilgan holda. Narxi. Narxi oshna novoschani yaxshisi kelib qolibdi, Estoniya kelib qolibdi. Men Osmondan narx aytmayman. Ha. Buni olsin. 10 million so'm olsin. 10 million so'm, Ha. 9,5 million so'm pul berishadi. Bor-baraga. Bor-baraga. Obunachilar, xudo xolasa 9,5 million so'mga aloqaga chiqib, like bosib qo'ysizlar. Xudo xolasa bugungi videolarimiz tugadi. Hammani chorvasi zamonaqadan 10 ta boqish nasib qilsa. Mo German shvet qaydan kelib qoldi? German shvetmi? Ha. Qorag'asi qilib olibdi-ku novoschamiz. Novvoschani nech pul qo'yib berasiz o'zini? Buni o'zini. Ha. Korobkalari ham ideal ekan. Sen obunachilarga 20 million so'm. 19 million pul berishadi. Bor-baraga. Bor-baraga. Obunachilar 19 million so'm mashina o'zi aloqaga chiqib, like bosib qo'ysizlar. Xudo xolasa udor ekan lekin. Naqadan chiqqan shiklanmi? Firmadan. Firmadan chiqqan. Bo'ldi. Bugungi videolarimiz tugadi. Hamma chorvasiga Alloh barakasi bersin.